Do'stim, sizga shunaqa manzarali joydan 2 sotuv uy topib bersam olarmidingiz? Bir xonali uy puliga beraveraman deyishyapti. Shahardan uncha uzoq bo'lmagan joy ekan. Ichkarini bitta obzor qilib ko'rsatib beraman. Oldin men bu tabiatdan bahramand bo'ling, bitta olib qo'ying, mana buni qarang, mazza joyli ekan o'zi ham. Oldingizda bog' bor, dala bor, shahar yonginasida, sentrdan sal uzoqlikda bunaqa arulidan suvlar kelib turibdi, tapchanlar, daraxt edi, mazza bo'lsa kerak. Bir xona do'mmi puliga beraveraman deyapti egalari. Yuring, operator bitta ko'rsatamiz. Ehtiyot bo'lib o'tib olasiz. Manzarali zo'r joy ekan. Rosa havas qildim o'zim. Bu joyimizni Zangeta rayoniga qarashli Eshonguzar Raycenter mahallada, Ipodrom bozoriga 2 kilometr, Arkbulonni bilasizlar-ku, 1 kilometr ham chiqmaydi, 8 metr. Bekbaraka bozoriga ham 8 metr mana shu mahallaning orasidan shundoq kesib chiqasiz. Bozorchilar qiziqayotganlar bo'lsa, shaharga yaqin odam do'mni sotib uchastka qilaman deyotganlar bo'lsa, kompaktni 1.8 2 ga yaqinroq yer chiqib qoldi. Raycenter Eshonguzar degan mahalladan. Ichkarisini ham bitta ko'rsatib beraman. Mana bu hovlimizni orqa tarafi sotilyapti. Dokumentlari joyida, kommunikatsiya bor, gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Qo'shimcha hamda arulida suvlar bor. Ichkarini bitta ko'rsatib beraman, ko'rib baho berasiz. Narxini ham aytib o'taman. Yuring, operator. Mana yetib kelib oldi joyimizga. Ichkarini bitta obzor qilib ko'rsatib beraman. Yuring, ichkaridan ko'rsatamiz. O'lchamlarni ham aytib o'taman. Keling. Mana bu xo'roz uyda qimmat turar ekan. Qorovul bu, kuchugiga dam beradigan xo'roz ekan. Qarang, ko'chini qarang. Hit. Odamdan qo'rqar ekan, lekin vovullab orishiga ozgina qoldi. Kuchukdan balanga o'xshaydi. Qarang, uyimizning razmeri mana shu hovlimizning orqa tarafida. Taxminan 8 metrga 22 metrli chiqib qolar ekan. Endi metrlab o'lchamadim. 5 sm 1 metrga adashib ketsam, ming bor uzr. Bu yerda narxini $39,000 so'rayaptilar, kelishtirib berar ekanlar. Pastda egalari nomerini qoldiraman. Bu o'zi atrofda bu narxlarni bir sotugiga 30,000 so'rashyapti. Raycenter Eshonguzar degan mahalla. Nurhayot to'yxonada 8 metr, 500 metr to'g'ri kirib kelganingizda Arkbulogga chiqib ketadigan ko'cha, Abes ko'chaga o'xshagan bir yo'l bor, kim biladi? Sizlar ishtoga bitta like bosib qo'yasizlar. Lokatsiyasini tushuntirib o'tdim. Narxini 39,000 kelishtirib berarlar. Pastda egasini nomeri, tepada reklama xizmatlarimiz kerak bo'lsa, nomer qoldiramiz. Kanalga obuna bo'lib, yaqinlarga podelitsiya qilib, kimdir uy qidirayotgan bo'lsa, siz orqali yo biz orqali uy-joyli bo'lib qolsa, xursand bo'lamiz. Bu yerda bitta zo'r fishkasi, biz tashlab ketashingiz, uy qursangiz, atrofingizda hech qanaqa uy yo'q, to'g'ringizda ochuv, manzarali, bahavo zo'r joy bo'ladi. Balkonli qilib, takoy chotki qilib uy qursangiz bo'ladi. Kompaktni uy tushadi. Narxini kelishtirib beradilar. Xohlasangiz, mana bu bitta xonasi ham bor ekan, gostinitsa qilib qo'yishibdi. Mabodoga o'sha anaqalar bilan merketaman otdilar. Levi pravi bo'lib turadi. Sog' bo'ling. Pastda egasini nomeri.